Dasturimiz davom etadi. Asaka tumanidagi Lochin podstansiyasida muhim modernizatsiya ishlari yakunlandi. Yangi avtotransformatorlar orqali elektr ishlab chiqarish quvvati 1602 megawattga yetdi va bu uni Markaziy Osiyodagi eng katta podstansiyaga aylantirdi. Andijon viloyatining energetika tizimidagi bu ulkan qadam ayniqsa aholi uchun muhim ahamiyatga ega. Qurilish va rekonstruksiya doirasida 500-220-10 kilovatli tarmoqlar zamonaviy elektr qurilmalari bilan almashtirildi. Barcha avtomatik tizimlar jahon standartlariga javob beradigan holga keltirildi. Yangi 3 ta avtotransformatorning har biri 267 megavolt amper quvvatiga ega bo'lib, ishga tushirilishi natijasida podstansiyaning umumiy quvvati 1602 megavolt amperga yetdi. Bu o'z navbatida elektr ta'minoti barqarorligini yanada mustahkamlaydi va aholiga hamda korxonalar uchun qo'shimcha 300 megavolt amper quvvat zaxirasi yaratadi. Xitoy davlatidan 7 dona quvvati 267 ming kilovolt amperli transformatorlar olib kelingan. 2024-yil bu transformatorlarimizni birinchi bosqichida ishga tushirganmiz. Mana bugun ikkinchi bosqichida mana ikkinchi transformatorimizni ishga tushiramiz. Podstansiyamizning umumiy quvvati yana 300 megavolt amperga oshadi. Ya'ni podstansiyamizning to'liq umumiy quvvati 1602 megavolt amperga yetadi. Bu degani hozirgi paytda Markaziy Osiyodagi eng katta podstansiyalardan biri bo'lib qoladi. Muhandislarning ta'kidlashicha, bu modernizatsiya nafaqat elektr ta'minotida uzilishlarni kamaytiradi, balki energiya sarfini tejash imkonini ham beradi. Siz Fakt 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Omon bo'ling.